Aziz tomoshabinlar, agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki uyingizda ota-onangiz, buvingiz, bobangiz pensiya olsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki 2026 yilda pensionerlarning holati hamma uchun bir xil ko'rilmaydi. Kimdir oddiy yoshga doir pensiya oluvchi hisoblanadi, kimdir ishlayotgan pensioner, kimdir imtiyoz va ustamalarga haqli. Yana kimdir staji yetmagani yoki hujjati to'liq bo'lmagani uchun eng xavfli guruhga tushib qolishi mumkin. Men bugun sizga 65 yoshdan keyin qaysi 4 ta guruhdan biriga mansub ekaningizni oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan mayda ko'ringan hujjat xatosi sabab qo'shimcha pul, ustama yoki qayta hisob-kitob imkoniyatidan bexabar qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu kabi amaliy ma'lumotlar aynan sizning oilangiz budjetiga ta'sir qilishi mumkin. Avval ko'pchilik pensiyani juda sodda tushunardi. Erkak 60 yoshga, ayol 55 yoshga yetdi. Staji bor pensiyaga chiqdi, har oy pulini oldi. 65 yoshdan keyin esa endi hammasi bir xil, faqat pensiya kelib tursa bo'ldi deb o'ylardi. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Pensiya tizimida ma'lumotlar tobora raqamlashtirilyapti. Ish staji, ish haqi, sug'urta badallari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, nogironlik holati, yolg'iz yashash, ishlayotgan yoki ishlamayotganlik kabi omillar alohida tekshiriladi. Men amaliyotda ko'p ko'raman. 2 nafar pensioner bir xil yoshda bo'ladi. Masalan, ikkalasi ham oltin tekis yoshda. Lekin biri 3 million so'm atrofida pensiya oladi. Ikkinchisi 20 million 200 ming so'mga yaqin nafaqa yoki eng kam miqdorga yaqin to'lov oladi. Sababi ularning staji, hujjati, ish haqi tarixi, imtiyoz maqomi va ishlayotgan, ishlamayotgan holati farq qiladi. Demak, 2026 yilga kirayotganda eng muhim savol shuki, men qaysi guruhdaman va menga nima tegishli? Bugun men pensionerlarni 4 ta asosiy guruhga ajratib tushuntiraman. Bu guruhlar odamning yoshiga emas, uning huquqiy va amaliy holatiga qarab farqlanadi. Siz o'zingizni shu guruhlardan biriga solishtirib ko'rsangiz, nima qilish kerakligini aniq tushunasiz. Birinchi guruh 65 yoshdan oshgan, ishlamaydigan va yoshga doir pensiya oluvchi pensionerlar bu eng keng tarqalgan guruh. Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz, hozir ishlamasangiz, asosiy daromadingiz pensiya bo'lsa, siz birinchi guruhga kirasiz. Bu guruhdagi odamlar odatda yillar davomida mehnat qilgan, kerakli stajni to'plagan, pensiyasi tayinlangan va har oy bank kartasi yoki naqd shaklida oladi. Bu guruhdagilar nimani bilishi kerak? Eng avvalo, pensiya miqdori bir marta tayinlanib umrbod o'zgarmaydi degan fikr noto'g'ri. Pensiyalar davlat tomonidan belgilangan tartibda oshirilishi, indeksatsiya qilinishi, ayrim holatlarda qayta hisoblanishi mumkin. Lekin qayta hisoblash avtomatik bo'lmaydigan holatlar ham bor. Masalan, sizning mehnat daftarchangizda 1935 yildan 1932 yilgacha ishlagan joyingiz yozilgan. Lekin o'sha davr bo'yicha arxiv ma'lumoti pensiya tayinlash paytida topilmagan bo'lsa, bu davr hisobga kirmay qolgan bo'lishi mumkin. Keyinroq hujjat topilsa, siz qayta murojaat qilib, pensiyani qayta hisoblatishga harakat qilishingiz mumkin. Oddiy misol. Karim aka 6-7 yoshda 12 yil zavodda ishlagan. Pensiyaga chiqayotganda faqat 25 yillik staji tasdiqlangan. Chunki 7 yil ishlagan sex tugatilgan. Arxiv hujjat topilmagan. U endi kech bo'ldi deb yuravergan. Keyin farzandi arxivga so'rov yuboradi. Eski buyruqlar, ish haqi qaydnomalari topiladi. Agar bu hujjatlar rasmiy tasdiqlansa, Karim aka pensiya bo'limiga murojaat qilib, hisob kitobni ko'rib chiqishni so'rashi mumkin. Natijada pensiya miqdori oshishi ehtimoli bor. Bu guruhdagi odamlar ko'pincha nimadan xavotir olmasligi kerak? Agar pensiyangiz qonuniy tayinlangan, har oy muntazam tushayotgan, siz ishlamayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz bekor bo'lib qoladi deb vahima qilish shart emas. Lekin hujjatlaringiz to'liqmi? Stajingiz to'g'ri hisoblanganmi? Qo'shimcha imtiyozga haqlimisiz? Buni tekshirish kerak. Ikkinchi guruh juda muhim. Ko'p odamlar 15 yoshdan keyin ham ishlaydi. Kimdir maktabda qorovul, kimdir bog'chada oshpaz, kimdir shifoxonada hamshira, kimdir korxonada maslahatchi, kimdir yakka tartibda faoliyat yuritadi. Bu odamlar bir vaqtning o'zida pensiya ham oladi, ish haqi ham oladi. Bu guruhning asosiy savoli, ishlayotganim pensiyamga ta'sir qiladimi? Men buni sodda qilib tushuntiraman. Ishlayotgan pensionerning ish haqi rasmiy bandligi soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar tizimida ko'rinadi. Agar ish rasmiy bo'lsa, keyinchalik ayrim holatlarda pensiya qayta hisoblanishi
yoki qo'shimcha davrlar e'tiborga olinishi masalasi tug'ilishi mumkin. Lekin bu yerda eng katta xato shuki, odam men ishlab yuribman, demak pensiyam o'zi avtomatik ko'payadi deb o'ylaydi. Har doim ham avtomatik emas. Ba'zi holatlarda ariza, ma'lumotnoma va tekshiruv kerak bo'ladi. Misol, Halima opa 66 yoshda. U pensiyaga chiqqandan keyin ham 5 yil xususiy klinikada farrosh bo'lib ishlagan. Ish beruvchi uni rasmiy ro'yxatdan o'tkazgan, ish haqi kartaga tushgan. Halima opa o'ylaydi, men 5 yil yana ishladim, nega pensiyam oshmadi? Bu vaziyatda u pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensiyasini qayta ko'rib chiqish uchun asos bormi yo'qmi, rasmiy ravishda aniqlash kerak. Agar ijtimoiy to'lovlar va ish davri hisobga olinadigan bo'lsa, bu uning foydasiga ishlashi mumkin. Bu guruhdagi eng katta xavf, norasmiy ishlash. Masalan, 6 yoshli pensioner do'konda sotuvchi bo'lib ishlaydi, lekin hujjatda yo'q. Ish haqi naqd beriladi. U o'zini ishlayapman deb hisoblaydi. Lekin tizimda u ishlamayotgan ko'rinadi. Ertaga pensiyani qayta hisoblashda bu 3-4 yil hech qanday kuchga ega bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar uchun eng muhim maslahat: imkon qadar rasmiy mehnat shartnomasi, buyruq ish haqi, soliq va to'lovlar izini saqlang. Kim xavotir olishi kerak? Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, lekin ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, yoki ish haqi konvertda berilsa, yoki mehnat shartnomangiz yo'q bo'lsa, siz albatta o'z holatingizni tekshirishingiz kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha hujjatingiz rasmiy, ish beruvchi soliqlarni to'layotgan, ma'lumotlar elektron tizimda ko'rinayotgan bo'lsa, sizning vaziyatingiz ancha xavfsiz. 3-guruhga oddiy yoshga doir pensiyadan tashqari qo'shimcha huquqlarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan pensionerlar kiradi. Bular orasida nogironligi bo'lgan shaxslar, urush va mehnat fronti bilan bog'liq maqomga ega bo'lganlar, ayrim davlat mukofotlari yoki alohida xizmatlari bor fuqarolar, yolg'iz yashayotgan va parvarishga muhtoj keksalar, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari bilan bog'liq holatlar bo'lishi mumkin. Bu guruh juda nozik, chunki ko'p odam o'ziga nimadir tegishli ekanini bilmaydi. Masalan, bir pensionerning ko'zi yomon ko'radi, yurishi qiyin, doimiy davolanishga muhtoj. Lekin u tibbiy ko'rikdan o'tmagan, nogironlik guruhi rasmiy belgilanmagan. Natijada u oddiy pensioner sifatida pul oladi. Agar u tibbiy ijtimoiy ekspertizadan o'tib, nogironlik holati rasmiy tasdiqlansa, unga qo'shimcha huquqlar, imtiyozlar yoki to'lovlar masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Yana bir misol. Nodira opa 70 yoshda yolg'iz yashaydi, farzandlari chet elda, uyda o'zi. Mahalla uni yaxshi biladi, lekin u hech qayerga murojaat qilmagan. U dori-darmon, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat bilan qiynaladi. Bunday vaziyatda faqat pensiya bo'limi emas, mahalla ijtimoiy himoya organlari tibbiyot muassasasi bilan ham ishlash kerak. Chunki yolg'iz keksa sifatida ro'yxatga olinishi, ijtimoiy yordam, parvarish yoki boshqa yordam turlari masalasi ko'rilishi mumkin. 3-guruhdagi pensionerlar uchun asosiy qoida: imtiyoz og'zaki berilmaydi, hujjat bilan beriladi. Meni hamma biladi. Mahallada aytishgan, shifokor og'zaki aytgan degani yetarli emas. Maqom bo'lsa, uning guvohnomasi, tibbiy xulosasi, komissiya qarori, arxiv hujjati yoki rasmiy ma'lumotnomasi bo'lishi kerak. Kim xavotir olish kerak? Agar sizda sog'liq muammosi bor, lekin rasmiy nogironlik belgilanmagan bo'lsa, agar siz yolg'iz yashasangiz, lekin ijtimoiy ro'yxatda bo'lmasangiz, agar eski imtiyoz guvohnomangiz yo'qolgan bo'lsa, agar turmush o'rtog'ingiz vafot etgandan keyin boquvchisini yo'qotish masalasini hech tekshirtirmagan bo'lsangiz, albatta murojaat qiling. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar barcha maqomingiz rasmiy tasdiqlangan, ustamalar tushayotgan, hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, sizning holatingiz nisbatan tartibli. 4-guruh, staji yetmagan, hujjat yo'qolgan yoki eng kam ta'minotga yaqin to'lov oluvchilar. 4-guruh menimcha eng xavfli guruh. Chunki bu yerda odamlar ko'pincha kambag'allik xavfiga yaqin bo'ladi. Bular staj yetmagan. Mehnat daftarchasi yo'qolgan, arxiv hujjatlari topilmagan, uzoq yillar norasmiy ishlagan, uy bekasi bo'lgan, mavsumiy ishlagan yoki chet elda rasmiy hujjatsiz mehnat qilgan fuqarolar bo'lishi mumkin. Ular 65 yoshdan oshgan bo'lsa ham, to'liq yoshga doir pensiya o'rniga kamroq miqdordagi to'lov yoki ijtimoiy nafaqa olishi mumkin. Misol, Rustam aka 69 yoshda. U umrining 2 yilini qurilishda o'tkazgan. Lekin ko'p joyda usta sifatida kunboy ishlagan. Rasmiy mehnat daftarchasida esa faqat 8 yil yozilgan.
u men 30 yil ishlaganman deydi. Haqiqatda ishlagan, lekin hujjatda isbot yo'q. Pensiya tizimi esa his tuyg'uga emas, hujjatga qaraydi. Shuning uchun Rustam aka uchun eng muhim ish eski ish joylarini aniqlash, arxivga so'rov berish, guvohlar orqali tasdiqlash mumkin bo'lgan holatlarni o'rganish. Sud tartibida ish stajini belgilash imkoniyatini mutaxassis bilan maslahatlashish. Yana bir hayotiy misol. Oygul opa 6 yoshda. U 25 yil uyda farzand tarbiyalagan, keyin bozorda savdo qilgan. Lekin patent yoki rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Endi pensiya miqdori juda kam. Bu yerda afsuski, men qiynalganman degan gapning o'zi pensiya hisobiga kiritilmaydi. Lekin boshqa yo'llar bor. Agar u ayrim davrlarda rasmiy ishlagan bo'lsa, hujjatlarini tiklash. Agar turmush o'rtog'i vafot etgan bo'lsa, boquvchisini yo'qotish bo'yicha huquqini tekshirish. Agar sog'lig'i yomon bo'lsa, tibbiy maqomini rasmiylashtirish. Agar yolg'iz va ehtiyojmand bo'lsa, ijtimoiy yordamga murojaat qilish. Bu guruhdagi odamlar nimani tushunishi kerak? 2026 yilga borib ma'lumotlar yanada elektronlashgan sari og'zaki stajning ahamiyati kamayadi. Shuning uchun bugundan hujjat tiklash kerak. Eski mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi, ish haqi qaydnomasi arxiv ma'lumoti, harbiy xizmat hujjati, ta'lim davri, dekret davri, familiya o'zgargan bo'lsa nikoh guvohnomasi, hammasi muhim bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik masalalarga o'taman. Birinchi noziklik. Pensiya miqdori faqat yoshga bog'liq emas. 65 yoki 75 yoshga kirishning o'zi avtomatik katta oshirish degani emas. Ayrim mamlakatlarda yoshga qarab qo'shimcha mexanizmlar bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda asosiy mezonlar staj, ish haqi, maqom va qonundagi ustamalardir. Shuning uchun qo'shnim 70 yoshda ko'proq olyapti, men ham 70 yoshdaman nega kam? Degan savolning javobi ko'pincha staj va ish haqi tarixida bo'ladi. Ikkinchi noziklik. Familiya, ism yoki hujjatdagi bitta harf xatosi katta muammo tug'diradi. Masalan, mehnat daftarchasida Rahimova, pasportda Rahimova deb yozilgan. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 1928 yil, boshqa joyda 1959 yil. Bunday nomuvofiqlik pensiya hisobida hujjatni rad etishga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni oldindan solishtiring. Uchinchi noziklik. Arxiv ma'lumotlari vaqt oladi. Ko'pchilik pensiya bo'limiga boradi. Menga hozir hal qilib bering deydi. Lekin eski korxona tugatilgan, hujjatlar tuman arxivida yoki viloyat arxivida bo'lishi mumkin. Ba'zan so'rovga javob bir necha hafta yoki undan ko'proq vaqt oladi. Shuning uchun 2026 yilni kutmasdan 2025 yilning o'zidayoq hujjatlarni tartibga keltirish aqlli ish bo'ladi. To'rtinchi noziklik. Ishlayotgan pensioner o'z ish beruvchisiga ko'r-ko'rona ishonmasligi kerak. Sizni rasmiy qildik. Deyish boshqa. Tizimda haqiqatan ko'rinish boshqa. Ish haqi kartaga tushayotgani ham har doim barcha to'lovlar to'g'ri ketayotganini anglatmasligi mumkin. Siz mehnat shartnomangiz nusxasini, ishga qabul qilish buyrug'ini, oylik hisob-kitob varaqalarini saqlang. 5-noziklik. Nogironlik yoki sog'liq bilan bog'liq imtiyozlar orqaga qarab cheksiz to'lanadi deb o'ylamang. Ko'p hollarda to'lovlar rasmiy murojaat yoki maqom tasdiqlangan sanadan boshlab ko'riladi. Demak, bugun murojaat qilishni kechiktirsangiz, ertaga yo'qotishingiz mumkin bo'lgan oylar paydo bo'ladi. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi guruhda ekaningizni aniqlang. Siz ishlamayotgan oddiy yoshga doir pensionermisiz? Ishlayotgan pensionermisiz? Imtiyoz yoki ustamaga da'vo qiladigan holatingiz bormi? Yoki staj va hujjatlar bo'yicha muammongiz bormi? Shu savolga javob topmasdan hech qanday murojaatni to'g'ri boshlay olmaysiz. Ikkinchi qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi. Harbiy bilet bo'lsa, harbiy xizmat hujjati, nikoh yoki ajrim guvohnomasi. Familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, bank kartasi rekvizitlari, tibbiy xulosalar, nogironlik bo'yicha hujjatlar, mahalla ma'lumotnomalari, turmush o'rtog'i vafot etgan bo'lsa, o'lim guvohnomasi. Hamma hujjatning asl nusxasi va nusxasini alohida saqlang. 3-qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Agar elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, MyTokUz orqali ham ayrim ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Lekin murakkab staj, arxiv yoki imtiyoz masalasida shaxsan borib, yozma ariza berish foydaliroq. Og'zaki so'rab qaytmang.
Arizada pensiya miqdorini qayta hisoblash uchun asoslar mavjudligini tekshirishingizni so'rayman. Yoki ish stajimga oid qo'shimcha hujjatlarni ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. 4-qadam. Agar hujjat yetishmasa, arxivga so'rov bering. Eski korxona nomini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, o'sha davrdagi manzilni yozing. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qayerga topshirilganini tuman yoki viloyat arxividan so'rang. Eski hamkasblar buyruq nusxalari, kasaba uyushmasi hujjatlari, ish haqi vedomoslari ham yordam berishi mumkin. 5-qadam. Sog'liq bo'yicha muammo bo'lsa, oilaviy poliklinikadan boshlang. Shifokorga real holatingizni ayting, tekshiruvlardan o'ting, kerak bo'lsa tibbiy ijtimoiy ekspertizaga yo'llanma masalasini ko'taring. Nogironlik yoki parvarishga muhtojlik faqat uyda aytiladigan gap emas, rasmiy tibbiy jarayon bilan tasdiqlanadi. 6-qadam. Yolg'iz yoki ehtiyojmand bo'lsangiz, mahallaga murojaat qiling. Mahalla sizning yashash sharoitingiz, oilaviy ahvolingiz, yordamga muhtojligingiz bo'yicha tegishli organlarga ma'lumot berishi mumkin. Ba'zan pensioner faqat pensiya bo'limiga borib yuradi. Lekin uning muammosi ijtimoiy himoya tizimi orqali ham hal qilinishi mumkin. 7-qadam. Har bir murojaatning izni saqlang. Ariza nusxasi, qabul qilingan sana, mas'ul xodim, kirim raqami, javob xati. Bularsiz keyin men borgandim deyish qiyin bo'ladi. Men doim aytaman, pensionerning eng kuchli quroli bu tartibli hujjat papkasi. Demak, 2026-yilga kirayotganda 65 yoshdan oshgan pensionerlar o'zini 4 guruhdan birida ko'rishi kerak. Ishlamaydigan oddiy yoshga doir pensionerlar, ishlayotgan pensionerlar, imtiyoz va ustamaga haqli bo'lishi mumkin bo'lganlar, hamda staji yoki hujjatida muammo bor eng xavfli guruh. Har bir guruhning o'z xavfi, o'z imkoniyati va o'z harakat rejasi bor. Mening asosiy maslahatim, pensiyangizni taqdirga tashlab qo'ymang. Hujjatlaringizni tekshiring. Stajingizni aniqlang. Imtiyozga haqli bo'lsangiz rasmiylashtiring. Ishlayotgan bo'lsangiz rasmiy ishlang. Muammo bo'lsa yozma murojaat qiling. Siz qaysi guruhga kirasiz? Pensiyangiz. Stajingiz yoki hujjatlaringiz bo'yicha muammo bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Bu ma'lumot bugun sizga kerak bo'lmasa ham, ertaga ota-onangiz yoki qo'shningizga juda katta yordam berishi mumkin.